Keyin biz avvalan aytib kelganmiz, bizni mamlakat Hanafiy mazhabini qo'llangan, mana shu mazhab asosida namozlarni, fatvolarni shu mazhab asosida beradi. Qaysi mamlakat qaysi joyda o'zining mazhabini ushlangan bo'lsa, shu mazhabga qarshi harakat qilishlik o'sha joyda fitnani chiqarishlikning sababi bo'ladi. Shu joyda fitna chiqarishlikka siz sabab bo'lar ekansiz. Bu yerda modomiki Hanafiy mazhabida odamlarning ichiga mana shu mazhab asosida fatvo berilayotgan bo'lsa, bizni vojibimiz endi o'sha mazhab asosida harakatlanishlik. Boshqa mazhablarni ushlanishligi, sahih hadis kelgan bo'lsa, shu meni mazhabim degan gap bilan bo'ldi, mana shu hadis keldi, biz shuni qilamiz deb turib fitna chiqarishliklar, bu ayni shariatni nima maqsadda kelganligini, Payg'ambar alayhisalom bu hadislarni aytishdagi maqsadlari nima ekanini tushunmagan yigitlarning ilmining kamligidan, shariatning tushunchasini yo'qligidan kelib chiqayotgan narsa bo'ladi. U o'zini o'ylaydiki, misol uchun Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qo'llarini namozda raful yadayn deydi, qo'llarini misol ko'kraklarigacha ko'tarib har nimaga engashganda, turganda kulli xavfsiz boraftiradi. Har engashib turganda qo'llarini ko'tarib takbir aytganliklari haqidagi hadislarni o'qiymizda, sahih hadis turib qanday haqqimiz bor, biz u hadisni olmaslikka hadis turibdi deymiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi, Alloh subhanahu va taolo Allohni nastata'tum dedi. Allohdan kuchinglar kelganicha taqvo qilinglar dedi. Payg'ambar alayhisalom va ma amartukum bihi va ma nahaytukum anhu fajtanibuhu va ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Sizlarni nimadan qaytargan bo'lsam, qilinglar dedi Payg'ambar alayhisalom. Qaytargan narsasidan tiyilishlik bor. Nimaga buyurgan bo'lsam dedi, qaysi narsani Payg'ambar alayhisalom ko'rsatgan bo'lsa, unga chamanglar kelganicha qilinglar dedi. Bo'ldi, o'lib ketsang ham, shu yo'lda qotib qolsang ham, shuni qilasan senga, shu endi bo'ldi, farz bo'lib qoldi degani yo'q. Yaxshiyam Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga bir fursatli keyinchilikni berdi. Shuning uchun xosatan men avvalan takrorlaganman va hozir ham takrorlaymiz. Bu sunnat amallari deb ba'zi hadislarga suyanib turib, jamoatning ichida ixtilof chiqarib, qo'l ko'tarib namoz o'qiyotgan birodarlar, endi bu Alloh taoloning bizga berib qo'ygan bu g'animat kunlaridan ajrab qolishimizga sabab bo'lib qoladi. Ko'p bir joyga kelib turib, fitna deydi Payg'ambar alayhisalom uxlab yotgan bir imomga o'xshaydi. Fitna uxlab yotgan imomga o'xshaydi. Buni uyg'otgan odamga la'nat bo'lsin dedi. Bir joyga kelsangiz, bir jamoat hammasi Imom Azam mazhabida namoz o'qiyapti. Siz keldingizdan keyin Imom Ahmad ibn Hanbalning mazhabida namoz o'qidingiz. Shu joyda siz uxlab turayotgan fitnani uyg'otdingiz. Shu la'natga navbasiga sazovor qilasiz. Shu la'nat sizga tegadi. Shuning uchun bu shariat ekan, bir hadisni ushlab turib, ko'p narsa bilib qo'yganga o'xshab biz o'zimizcha harakatlanmaylik. Hamma dinga kelgan ziyonlarning hammasi, zararlarning hammasi olimlarga itoat qilmaslikdan kelib chiqadi. Aytaveradilar, men o'zim qilaman deydilar, yigitlar davom etaveradi. Unda Alloh nima hojat borki bu darslarga qatnashishdan, nima hojat borki bu ilmdan foydalanishdan. Bu gapimizni ba'zi aqli yetmaganlar, dinning qonun qoidalarini tushunmaganlar ertaga katta bir fitna qilib tarqatishini men bilib turibman, lekin aytayapman. Mubtadi edi bu, adashgan edi. Rasulullohning sunnatini qaytardi bu mana. Endi nima deysizlar bunga degan ig'vochilar, hasadgo'ylar bu gaplarni aytishni bilaman. Lekin mazhabda namoz o'qimagan odamning namozi qabul emas deb hech kim jur'at qilib chiqolmaydi. Imom Azamning mazhabida namoz o'qimagan odam, shu odamning namozi namoz emas degan odamdan
vazifəni namazı batıl deyən adam var mı? Cümhur ulamalar Türk məzhəbinin sahih ekənliyə, Türk məzhəb var ekənliyə icma onu ittifaq tutur. Türk məzhəb var ekənliyə ittifaq tutur. Çıxartılmayın mı bu məzhəb? Şu vaxta ki, şunca alınır ki, bu məzhəb yaratsızlıqları, bu əməl qılınmayın bu məzhəb, İmam Əzəm məzhəbi. Bu oldu bunu çıxartdığı şeylər şəriyyətdən deməz mi şu vaxta ki? Şunca alınlar ödür, bunlar diniyə xiyanət geçdir. Yox, bunlar alınlarımız diniyə xiyanət edən yoxlar. Biz bu diniyə xiyanət edərkən, biz bu şəriyyətdən düşürmək durub, topalanlarını çıxarır, yürgən, bizə bularız. Bunun üçün, dərsimiz yaxasına çəkən biradərlərini fəqət bizim dərsimizdə İmam Əzəmin məzhəbi boyunca namazı qılınır. Başqa məzhəbdə namazı qılınmayız. Əgər hədis olsayan, əlbəttə hədis olsayan şu vaxtda İmam Əzəm məzhəbdə oluruz. Çünki bunun Hüseyin rəhmətullah əleyhinə köp fatvalar var.